Siz Omonxonni kuzatyapsizmi? Balki siz uchun u qiziqarli, kulgili yoki shunchaki vaqt o'tkazish joyidir. Lekin bugun men sizga shunday narsani ko'rsataman. Bu videodan keyin siz Omonxonni kuzatishni istamasligingiz mumkin. Siz tayyormisiz? Bu Fezora kanali. Qani, boshlandi. Har kuni bir yuzlab videolarni ko'ramiz. Ba'zilar kuldiradi, ba'zilar asabni buzadi, ba'zilar esa faqat vaqtni yutadi. Lekin kamdan kam odamlar o'ylaydi. Men bu videodan nimani o'rgandim? Omonxon kabi blogerlar ko'paymoqda, lekin ularning kontenti foydali emas degani emas. Faqat muammo shundaki, bu kontent sizni o'ylashdan to'xtatadi. Fikrni o'rniga reaksiya, bilim o'rniga ko'ngilxushlik. Fezora bu boshqacha yo'l. Siz shunchaki video chiqarmaysiz, biz savol beramiz. Masalan, nega oy har safar boshqacha ko'rinadi? Telefonlar bizni tinglaydimi? Yoki vaqt aslida qanday ishlaydi? Bu savollar sizni o'ylashga majbur qiladi. Chunki o'ylaydigan inson o'z hayotini boshqaradigan inson. Omonxon sizni kuldiradi, Fezora esa sizni o'ylantiradi. Va bu farq juda katta. Endi bir daqiqa o'ylab ko'ring. Siz har kuni 3 soat telefonda bo'lasiz. Shu 3 soatdan 5 daqiqasini bilimga bersangiz, bir oyda o'zingizni tanimaysiz. Fezora, bu sizga majburan o'rgatadigan joy emas. Biz sizga faqat savol beramiz va siz o'zingiz javob topasiz. Ko'pchilik hayotni o'zgartiraman deydi, lekin hech kim o'z fikrini o'zgartirmaydi. Biz esa aynan shundan boshlaymiz. Ilm degani zerikarli emas. Bilim bu erkinlik. Kim faktni bilsa, u boshqalarga ergashmaydi. Masalan, siz telefoningizda ko'rgan bir reklama sizning fikringizni shakllantiradi. Kimdir sizni kuldiradi, kimdir sizni yo'ldan chiqaradi, ammo ilm sizni uyg'otadi. Fezora shunchaki kontent emas, bu fikrlash maktabi. Bu joyda siz dunyoni boshqacha ko'rasiz. Endi sizda tanlov bor. Vaqtni kulgi bilan o'tkazishmi yoki har soniya o'zingizni rivojlantirishga sarflashmi? Omonxon sizni chalg'itadi, Fezora sizni uyg'otadi. Kim bo'lishni xohlaysiz? Bu videodan keyin Omonxonni kuzatmasligingiz mumkin. Chunki siz endi Fezora bilan fikrni kuzatasiz. Fezora bilim, texnologiya va haqiqatni senga yaqinlashtiradi. Obuna bo'l, chunki bu endi boshlandi.